Assalomu alaykum hammaga. Retseptlar kolleksiyasiga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga juda ham mazali, ustilari kumur-kumurli, xrustiyashi, ichlari bilan sochni bo'lib pishadigan KFC retseptini ko'rsatib bermoqchiman. Juda ham mazali bo'ladi, albatta tayyorlab ko'ringlar. Bismillahirrohmanirrohim deb 1 kilo tovuq byodrosidan foydalandim. Albatta sudiga terisini va suyagini olib tashlaymiz. Ajratib olganimizdan keyin katta kichikligiga qarab bo'laklarga bo'lib olamiz. Mana videoda ko'rsatyapman. Endi marinovkasini tayyorlaymiz. Marinovkasi uchun 500 ml suvga 1 choy qoshiq Maggi firmasini universalniy ziravordan solib oldim va 3 osh qoshiq soya sos ham solib oldim. 1 choy qoshiq tuzni solib yaxshilab aralashtirib, oldindan tayyorlab olgan tovuq go'shtiga solib, yaxshilab bitta aralashtirib, kamida 2 soatga marinovka bo'lish uchun xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. 2 soatdan keyin 2 dona tuxum va unga ozgina tuz va murch solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Bizga endi panirochniy suxari kerak bo'ladi, ya'ni talqon, non talqoni ekranda ko'rsatib o'tdim. Boshqa firmalarniki ham bor. Bozor yoki supermarketlardan topishingiz mumkin. Endi marinovka bo'lgan tovuq go'shtimizni birinchi unga, keyin tuxumga va panirochniy suxariga botirib olamiz. Endi kichkinaroq chuqurroq idishga ko'proq yog' solib olamiz va qizdirib, o'rta olovdan ozgina pastroq olovda kamida 10-12 minut qovurib olamiz. Yaxshilab qizarib olish kerak. Go'shtimiz xom, shuning uchun 10-12 minutcha qizartirib pishirib olasizlar. Juda ham baland olovda pishirmanglar. Mana KFClarimiz tayyor. Pishgan KFClarimizni qog'oz salfetkaga qo'yib olamiz. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariy yozishni esdan chiqarmanglar. Retseptlar kolleksiyasi kanaliga obuna bo'linglar. Telegram va YouTube'da bor. Qidirsanglar chiqadi. Mana ko'rsatyapman, ichlari bilan xil-xil bo'lib pishgan. Kanalimda boshqa KFC retseptlari ham bor. Ularni ham ko'rib, bemalol tayyorlasanglar bo'ladi. Yoqimli ishtaha, sizlarga ham tavsiya qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', omon bo'linglar.